Voy, bu joyning kengligini qaranglar. Bu yerto'la qachondan buyon bekor yotibdi. Qo'ni qo'shnilarim ishi ham yo'q, hushi ham yo'q. Undan ko'ra, mana shu yerga 2 metrlik qilib basen qurib yuboraman. Yozgi sezon bo'lsa, kenayimni eshik tagiga qo'yib qo'yaman, bolalarni kirgizib, soqqani sanab o'tiradi ana tadbirkorlik. Navoiyda xuddi shu kabi ko'rinishda yerto'laga basen qurilgani ma'lum bo'ldi. Holat Navoiy viloyati Zarafshon shahridagi ko'p qavatli xonadonlarning birida yuz bergan. Mana bu yerda basen qilgansiz aka, mana buni. Yuk ko'taruvchi devor, tayanch devorini buzgansiz. To'siq devorini buzgansiz aka. Hech joyda buzgan. Tayanch devori hisoblanadi. Hozir men guvoh bo'lyapmiz-da, plitani bo'lgan hech qanaqa bu yerda mustahkamlash chorasi ko'rilmagan. Shunda mana yorilgani bu-ku. Mana bu yuk ko'taruvchi bu nimasi konstruksiya shikast yetkazilgandan yorilgan. Fuqaroga nisbatan esa 20 million 600 ming so'm miqdorida jarima jazosi qo'llanilgan. Nazorat tadbirlari davomida 12-kichik hududdagi ko'p qavatli uylarning yerto'lasi o'rganilganda, shu uyda yashovchi mulkdor tomonidan yerto'lasiga xonadonning ichki qismidan tuynuk ochgan holda Shahar savdo kodeksi, uy-joy kodeksi, ko'p qavatli uylarni boshqarish to'g'risidagi qonunga zid ravishda basen qilingan holat aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan mulkdorga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning belgilangan moddasiga asosan ma'muriy choralar qo'llangan holda bajarish shart bo'lgan majburiy to'siqdan berildi. Yerto'la bu o'z nomi bilan yerto'la. Unga zarar yetkazish esa nafaqat o'z uyingizga, balki yuqori qavatlarda yashovchi fuqarolarning ham hayotiga xavf solishi mumkin.